Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Alohida darajalik mukofot 120 million. Birinchi darajalik mukofot 100 oylik saymanlari. İkinci derecelik mukafat 23 milyonluk emlik huzur. Üçüncü derecelik mukafat velosiped. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Chiqdi! Omad! Yo'q beni. Nima degan to'la odam bu? Yerilib ketaman o'sha. Aka, bu neymiş? Ben hiç düşünemedim bu. Fuka, bu şehirge yeni kelgen o'xshaysiz ha? Bu mushundoq talay sinaydigan ish. Talayni qandoq sinaydi? Men qarang Fukam. Bu qog'ozni ko'rdingizmi? Buning bir partisi 2 koy. 2 koyga birini olasiz. Tushundingizmi? Ana, ovoya berib olasiz. Agar qizib ketsangiz, 100 ni, hatto 1000 ni olasiz. Ondan mundaq bir tatlaydigan yeri bor. Tatlasangiz ostidan so'ra chiqadi. Qo'yning so'rati chiqsa, mashinadagi televizorni olasiz. Maymunning so'rati chiqsa, velosipeddan birini olasizda, mush yerda chaqirib minib ketasiz. Paxta bilan basa chiqsa, bizda filmingizni tishlab qolasiz. Yerda tishlab yotganlarning hammasida paxta bo'lsa bilan basani turib turdik. Shunda Fukam. Bu degan bir ussa, ming turadigan o'yin. Ey, aka, tutib olgan kishini saqchilar tutib ketmadi. Fukam, atigandan beri tutib olgan kishidan birini ko'rmadim. Tutib olsimi saqchilarning qari yo'q. Chunki hukumatning ruxsati bilan mushundoq cho'ng maydonda bo'layotgan ish bu. Tushundingizmi?
Acha, akçam boyunuz ne uyunuzga yetlab mi ketemeysiz? Bana setip verin ha. Müşiyatla 200 koy verin. İşyanı Acha, kılış. bana setip verin. Ben 250 koy Meni verin. eri yok, balası yok, pulxudun görüştün mü? Menem uçu oturqundaki çoğlum var, şuna meni dokuzun. Endi to'ydingiz mi? To'ningiz tindimi? Bo'ldi qiling. Bu eski qog'ozni olmang desam unamay. 5000 koy pulni yo'q qilib etdingiz. Endi bolalarga berib nima deymiz? Topingmi? 5000 koyni endi qanday qilamiz? Bolalarga nima deymiz? Davatime gap qiling. Gap qiling davatime. Bekordan bekor bir minch pulni yo'q qildingiz. Gap qiling. Çay koy kızım. Ben bana hazır. Ben çay içim. Hukam, men tamoq yegimiz bor. Bir qaç suiqaç içermikin. Çay ishga Hazırıltaya oldu. Ma'qul. Singlim, oshni ichib ol. Eshingiz o'xshabdi. Rahmat aka. Chiqib qo'y. Bu nima qilganlari acha? Men sizlarga lag'man demagandim bu. Suiqaçning pulini chiqishtirolmay olsam, yana bu lag'manni ekib qo'yganlar nimasi? Sahrolik ko'rib, zo'rlab setib olaydan niya? Yo'q, hukam. Xafa bo'lmang. Siz bir kelishmaslik uchrab, jafo tatib qolgandekdirsiz. Pulni gapini qilmay, avval qo'sog'ingizni o'pdan to'yg'izib beling. E'lon hukam. Tatmay e'lon.
Rahmat. Rahmat. Çolpan, Ha? Aka, tamak chek. Rahmat. Yoqay. Bo'lmadi. Aklama ichib beray. Mana men atsiz. Sahrada yashag'achqa elig'icha mo'xir kichikka bundaq tamakini chekib boqmagandim. Shunga rahmat. Bo'lmadi, yana bo'lmadi. Bu yer sizgacha nega o'tib tashtirsiz? Ikki tarafi o'xshashli turdi-ku. O'xshamaydi, bu yer sizgacha. Bu yerga o'tib tashtirsiz. Biz Uyg'urlarda er beshig'i kun tushsa, o'tik bilan suv kechar. At beshig'i kun tushsa, yugan bilan suv ichar deydigan gap bor. Qarasam, yap-yosh turib, ozroq dab-qanday tursiz. Har holda tanishib qoldik. Nima kunlarni ko'rdingiz ukam? Tuzdan ulug' narsa yo'q, acha. Toza chog'da mehmon qildinglar. Sizlardan yo'shilmay, hammani deb beray. Ben asli Aqsu Shoyatning bo'laman. İsmim Kamran. To'liq o'tirg'icha o'qigandim. Yana ketmandan qutulolmadim. Ota-onam o'lib ketgan. Ben yalnız bir bala. Bu taraflarga chiqib boqmoqchiman. Qandaqchi bo'ldi? O'rimchini ko'rib beqish havisim qo'zg'alib qoldi. Shuning bilan ozroq pul rasli bilib 2 yilning oldida bu yoqqa mangdim. Ko'choq, kiring.
Adaş oqtab turdingmi? Qachon kelganda? Ha? Tushdi kelgandim. Uyingni topmoq bek tas to'xtadi adash. Itzeriqning ishlaridan qo'lim sal bo'shag'andi. Shahringni ko'rib kelay deb keldim. Adash. Men bir so'ringa bormoqchi edim. Deyishib qo'ygan vaqtimiz to'shib qoldi. Bu shaharda vaqtga rioya qilish adab axloq qoidasini hisoblandi. Jura, billa boraylik. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Akla sumkani. Yo'q qo'y. Ha, ishim bo'lmaydi. Men bu bo'ldi. Tanımagan çakamıga yagvasam qanday? Meni tanıysan-ku. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Aloqalar bilan birdam tutunishib ketsa, jura. Mana bu. Keldi. O'tiringlar. Kelinglar. Ana kirib o'tir. Yaqinda avval. Amisa bilarim kidin ishkash turlar. Bu og'inimizga birini qo'ytagan. Qo'ya. Bilmas. Qani Afka, amisa isha. Men araq ichmoqmagandim. Sarada araq topolmay nashik yurgansa, mazga taqamay isha. Hey, Urumchida araq ichmagan o'g'il bolani vaqo, o'g'il bola hisoblamaymiz. Bu yerda vaqo xotin haqmi ichidi. To'lin nazanmay, bir ishkini ichi. Biz mo chiqishmaymiz. Buni degan boshqa ishimiz bor. Bunak so'rek bu, ha? Aka, Başlamaylımı? sizlarni yig'ishtirib, tavkani boshlamaymizmi? Mana. Ha, qani. Bizanda. Boshlaylik. Jironlar, jiron. Atala. Boshlaymizmi? Jironlar. Jo'qob og'ini qo'y. Jura, sal chiqma. Qani amisa. Qaysini tutdi? Amisa. Mana men do'q. Pulni berdinglar. Yo, Jamshid. Man keldi. Man keldi. Sen keldi. Qani vaqtima. Mana. Otmamsa. Allah, futturma. Ben kımavaz emas. Benim bugün Ürümchiga tunji qilib kelishim. Ürümchiga bugun kelib, qima so'riniga kirginin qaraganda iz qo'g'lab o'ynaydigan ko'ni qimavas ekansan-da. Bu pulacho. Mağadaş yurtdaki savaqdı şimdi. Bekettin bunu izlep gelsen, biz sorunu varımız deb başlasa ufukma kep kaptı ben. Pulunun gibi kelsek, sefer kılan adam bunçalik pulunu almay öydün çıkamdı. Bu İşenmi sana bularını sorap bekinler. Ben oşuqdum tutup bakmadım. Kımani... Oldu qaladaş, güçünü egenme oğre, şorupsın işkenme oğre. Ben parmayım ben olayım. Kımanı ulan oynasa, durmuyor ben varım ben. Parmayım ben. Bunu bırakma da. Parmayım dedim, parmayım ben. Kandak. Sen bana, siz bu. Bırak. Bana şu işqa hazır 2 yıl oldu. Emgek bilen terbiyeleş o'rnidan bugün çıktım. Yurtga ketay desem, turgan turqum mushu. Ketmay desem, bu shaharda yashamoq tasdek turdi. Bo'lmasa yurtimda men tortishqidek ota-onam, bola chaqammi yo'qdi. Kichik o'yinni qo'yganmidim kentan. Qanışanmay, asalla açışıp ketgandik. Fuka, rostalik kelishmaslik uchrabsiz. Ismim Amina. Mening erim 5 yilning oldida mashina voqeasida qazo qilgan. Qizim bilan ikkimiz o'sha oshxonani ichib tirikchilik qilyapmiz. Yiroqni yaqin qilgudek bir er kishi bo'lmasa, 2 ayol kishiga kichik bo'lsin bir oshxona sal eg'ir keladi ekan ukam. Agar xohlasangiz o'sha oshxonaga egib turib bersangiz. Shunchalik ishonganinglarga rahmat, acha. Lekin siz qazon qo'mish to'sh kishilarga zotli ipim yo'qdi. Qanday bo'la? Vahima sizga dedim-ku ukam, qazon qo'mish
Töşük işlərə qızım bilan işimiz var. Siz faqat oshxona bilan bizga ego bersinizli bo'ldi. Ayol kishi degan yetim qo'g'ir ekanmiz emasmi? Rahmat Amina Xoja. İşençinlarni haslab aqlayman. Sizga rahmat ukam. Stop. Bek uxlab ketibdimi? Voy, u aktiganlik turibdi. Hamma ishlarni qilib bo'pti ya. Oy, ukam Kamran. Ha? U barraqda mammay. Hajab aktiganlik turibsiz-ku. Hem şundan etigerek durmasa işlerimiz yürüşmeydi Amina Xoja. Esta, keç qapsada. Tamaq tugab ketgandi. O'tiringlar, bir piyoldan choy ichib bo'lsin qaytasizlar. Bizim bir o'tirishdan qaytgan to'q. Suyuq salang. Bir narsa ichaylik deb kirishimizdi. Qani, quruq bo'lsin choy ichaylik. Bu yerda chiroyli tanbur turdi-ku. Kim chaladi buni? Men chalaman, biroq degandek yaxshi chalamayman. Yaxshi-ku. Undaqda bir apada nima qilmamda, shunda qilaylik. Bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qo'y, oqshom kayfiyatingiz qarab, men sizni artistmikin deb qopganman. Aslida bankda ishlayotgansizda. Menmi Uyg'ur bolsida. Pul qo'yib keldingizmi? Qani bu kichkinlaringlar, ey. Kirib qoldimmi? Bu oshxonam tamoqdek o'xshaydi-ya. Nima yeymiz? Meni yesak bo'lar. Voy. Aka, bizning bu oshxonada aroq ichishga bo'lmaydi.
Sen bu kankıcı iş kirgentin mi olmasa? Abi şu sizni görüp zehir olsun iş kirkiladından ha? Aylana. Aka. Benim şu közümdüz ha. Aka. Haraqlarını yançıqlarına silip, çıraylıqça tamaqlarını yap, bu aşxanadan çıkıp kesle. Hazır sizning ko'zlarga ondirim qiz ko'rindiga o'xshaydi. Xo'p, ma'qul. Ammo shu qo'lingiz bilan quygan chayni olsun bir ish berib chiqib ketmamdim. Osmoningda oy bo'lib, jimi olamni tang ko'rsa, xiyolingda chay bo'lib, Qo'lini taq. Ha? Terini to'ymagan. Nima deysan? Aroqni men isam sen mas oldingmi? Sen ishlamchi bir cho'pchi o bu yerda. Nima? Sen oshxonaga emas, qushxonaga borsang o'g'lim. Tez yo'qa. Oy. Krem. Oy, Züleyxam, Qanday ahvollari? Amin ham. Keling, shukr kirsa. Yuqrisizlar. Bugun oshxonaga chiqib oplig'i. Uyning ozroq ishqishli bor edi. Shunga oshxonada bolalar bo'lgan ekan deb men chiqmadim. Mazak baqash o'rtasida chay ekan. Yaqindan beri ish ovqatlari qandaqaroq? Xeyli yaxshi. Heyli bola qandaqaroq xo'shnan. Shu bolaning oyga yarashdimi qandaq? Ishlarimiz o'ng'il tatiyotdi. O'zi oltindek bola ekan. Yolg'izligimizni faqatli bilindirmadi desizlar. O'zlarini bag'ancha yashirib, chiroylilashib ketyotdilar. Bundaq yolg'izlik tatib yurgicha o'zini to'xtatgandiroq birasi bilan to'y qilib bo'lmandi. Cho'lponning dadasi hozirmi hayotdagi bilindi menga. Uning ustiga cho'lpon turib, menga nima endi? Andaqda cho'lponni yotliq qilaydanliya. Umu 20dan oshdi-ku deyman. Uning vaqti qoldi. Xeyli tuziklardan elchi kelyotdi. Hech qaysisiga unmaydigan bu bola. Aminxon, heyli oldinlarda yurgan bolaning ismi nima? Kamran. Cho'lponning shu baliq mayli bormi? Shundaqroq turdi. Musofir yetim bo'lmasiga xeyli tuzuk so'qi sandaldek bola ekan u. Undaq demisizlar Züleyxan. Ota-onasi o'lmaydigan, musofir bo'lmaydigan kim bor? Yetimni yulagan, o'zini yulabdi deydigan gap bor Aminxon. Shunda qilmandiq amsa. Mening xiyolimmi, bolalarning xiyolimi shudi. Biroq bu vaqtda yo Kamran, yo men ig'iz ochamayotman. Ishni o'zim to'g'rilay. Ammo Aminxon qanchalik maosh beryaptilar u bolaga? To'y qilg'idak pul yo'qdi haqiqatan. To'g'risizlar Züleyxan. Men Kamranga qanday maosh beraman? Oshxonaning butun kirim chiqimi shu bolaning qo'lida tursa, agar shunday ish bo'lib qolsa, butun topgan tukkunim shu ikki bolaning emasmi? Xeyli cho'ng to'y qilsaqmi, yetkidak pulimiz bor.
Sizga deydigan xush xabar bor. Ha? Qo'lg'im sizda. Qanday xush xabar? Nima? Yaxshi bilmay juramsizlar dadisi. Nima? Men dada bo'ladigan bo'ldimmi? Shundaq dadisi. Men chiqim sizga chiroyim, mijozim o'xshash, ko'nglim yaqin, ismim yaqin bir o'g'il tug'ib beraman. O'g'limizning men bilan boshqa o'xshashligi, yaqinligida gap yo'q. Lekin ismi qanaqa yaqin bo'ladi? Ismini hozir o'ylab bo'ldingizmi? O'ylab qo'ydim. Bolani siz topgandan keyin albatta ismini men topaman-da. To'g'ri taqozo qilmaydan. Qanaqa ism topdingiz? Sizning ismingiz Kamron bo'lgandan keyin albatta o'g'limizning ismi Mardan bo'ldi-da. Mardan? Siz Muborak bo'lsin, ayolingiz o'g'il tug'di. Nima? Ajab yaxshi, barakalloh. Rahmat sizga doktor. Men hozirgacha bunday xush xabarni anglab boqmabman, rahmat. Mana bu oz bo'lsin suyunchi. Rahmat, bu bizning xizmatimiz. Rahmat sizga, rahmat. Canım oğlum. İçki dünyalık. Emrahim oğlum. Matamakla açıp ol. 5 koy. Mana. Kamron, o'tgan yili Sodi saroydan cho'lponga bir yurish girim buyumi olsam, mundaq bir mukofotlik chek berib edi. Anglasam, bugun mukofot nomeri chiqibdi deydi. Opirib ko'rib yiqinga, bizga mu chiqib qolamdi qandaq. Ta'limimiz kelsa ajib emas. Apa, mukofotlik chekning mukofoti qandaqki? Anladingmi? Anladim. Alohida mukofotga bir kichik mashina, birinchi darajalik mukofotga 100 ming qo'yib beramiz. Bizga mukofot chiqamdi. Har holda qatodan qal debdikan. Shu banada ko'cha aylanib kelasiz. Kiyimlaringizni almashtirib olib, berib yiqma bolam. Bo'ldi demasa, basam berkini. Çıkmadı da bana. O çıktı mı? Çıktı! 72.220 mi? Anak çıktı mı? Ha? Sizga omad kelibdi-da.
mukofot chiqibdimi? İşini taşlap bekar beripti men. Rast ettikella. Satamagan melini mukofot qiziqtirib setib olg'ili chiqargan ishgan emasmi u? Mukofot chiqqan birmi odamni ko'rmadim? Bo'pti balam. Shu banida ko'ch-ko'ylarni aylanib kelgansiz. Qani. Sel. Shundoq bo'ladi-da. Xeyli pamavajim seni. Qanday qilay deyapsan? Taz uqanmayapman aka. Bir 2 yildan beri shu ikki xotinga ishtiganim yeta. Shuni sendan maslahat so'rab kelishim. Pulg'imi ega bo'lsa, yiqilsang to'gidan yiqil deydigan gap bor. Cho'ngroq bir ishni tutmamsan, ha? Eniqroq bir nima degan aka. Pulim bo'g'ini bilan, aqlim bilan tajribam kamroq. Ahmoq. Pul degan aql, tajriba, inovat va huquq degan gap. Do'nko'rikning inida bir yaxshi bino bor. Ishlari toza oqmayotidi. Shuni ijaraga elib, zamonga loyiqroq yasab ish boshla. Aqachon puling mol keltirib ish boshlashga yetmaydi. Xotirjam bo'l. Ya bu tamam çıkmadı. Hamma degan gap bor. Tamam chiqadi o'rmonda. Hammana hozir pishidi. Cho'lpon. Kamran mushkullarda nelar so'raydigandi? Shuni degina opa. Nelar bordiki, ma'mi deb qo'ymay chiqib ketdi. Qizim. Sen sezottansa. Erim bir ish gaptidan bu yan boshqachalar bo'lib qoldi. Sal ansirab qoldi. Nima bilyaptimi opa? Uydim shundaqroq turdi. Qarzga berman dedim. Rahmat aka. Lekin o'smay qanaqa qo'la? Sen buningdan xotirjam bo'l. Boshqalarga 40%dan berma, sana 30%dan berma. Akramka, yana bir nozik ish bor. Shuni qanday qilaman? Nima nozik ish u? Ishxona to'laka seniki. Endi ikki xotin bilan bolasini qanday qiladigan gap? Ulardan qutulmasam hamma ish chanidi. Ey ahmoq, shuningga aqling yetmadimi sening? Ko'ta kashingni deydigan gap. Hey, anın avazı uçurunla. Tolu çıkıra vurup kulaklarına nip gitti. Kamran, var mısın? Yaxshimsiz. O gayret gile. Qanday adash? Yaxshimi? Yaxshi vaqtida kelding adash. Xuddi turmining yolg'iz kamirda yotgandek g'iribsinib, ichim siqilib turatdim. Dal vaqtida kelding, ha? Bugun rosa bir ish sheyli. Dal vaqtida ulgurib ketsan adash. Sen birdan o'tirib turgan. Men g'achchi sirtqa chiqib bir ish kerak. Ey xotin. Ha? Tilg'i tetig'idagi Saydin ikki tas qo'ringlar. Ha, ma'qul. Men hozir kiraman. Ma'qul adash. Çay içim. Oy. Bu neyim kırdınız? Siz. Kaçma beybe. Neyim kırdınız bu? Kaçma. Asli ish bundaqdan da. Kamran, siz chiqib ketishimizga u ish plus menga eslab turaydi. Sizlar eslamini maqtayni? Meni uxlab qoladi deb o'zlari chaqirib qo'yganlar tayinliq. Xapama adash. Xotining san sodiqmi emasmi? Sinab baqay desam, o'zim uni aniqladi. Bu odam emas, hayvon. Ish plus hayvon. Ey, bu buzuq qo'l aynaqlabdi. Sen mening og'iynan turib, uni demiş chopishib olding, ha? Ayta. Seni hozir bo'g'izlasam hozir qildi. Chapsan, ko'zimni yo'qol. Ullata. Ey Rasva. Numus qilsam olmamdi deyman, ha? Buni mendan so'ramay qizlardan so'rsa. Zadning bo'ldi. Bu buzuq qizlarni qo'llarga olsa acha. Zodi qaysinglar buzuq?
belib yürətdim. Qızları buzluqla xeli boğan. Bugün naq üstü düşdüm. Nendep şuraydı bu çolpar? Ha? G'ayratdagi og'ini kiribdi-ki. O'zi araq chiqib ketgan bo'lam. Shikdan kiribla. Tuhmat qildi. Mashundaqmi odam bo'ladi ekan. Ya bo'lmasa araq makirmidi. Qizimning sog'lig'ini, buzuqlig'ini obdan bileme. Senin buzulğanlığınga işki hafta boğanlığını mı? Texim obdan bileme. Tolun maymun oyunu kösetmey. Uçkından et. Böğrünün kotanğa başlayan günah özemde. Seni bergen tuzumның hakkı urudu. Narisiydi oğlunun. Ahetsdi da ilahim. Tüm xotumның qağışı. Osuraq deysən. Əmsə ət sot köşeyli. Hayatlı olsak görüşümüz dahi. Abba. Kız. Maga adaş. Nima qilganing bu deyman? Eshakshillikmi sen? Qasqalda so'kishimni chiqarib etgini. Chinib qolmasin deb chiroq tepatdiray. Bu qilganingni cho'qim men qaytarma. Ha, bo'ladi. Turibdimam sen. Ba'zini borma. Xo'jayin, mau er ayol chiqatula toz setilmayotdi. Menimcha bahosini ozroq tushasakmikin deyman. Sizni chiqandaq. Hoy, sen zodi qaysi zamonning odami, ha? Shunchalik ishni uqmabsa? Hozir qapoq pul emas, barang pul, barang. Uqdingmi? Hozirchi ayollarmi, hatto erlarmi kiygan kiyimi uzun kilamdi, qisqa kilamdi, yarashamdi, yarashmamdi, uning bilan parvoyi belak. Faqat so'rlarda bir-biriga kiygini munch pullik kiyimda bahosini ko'z-ko'z qilishini. Agar ishtirak qo'ldan chiqsin, setilsin desang, bahosini yermasi usta, hatto birasi usta, ondan setilmaganini men bir ko'ray. Uqdingmi? Shunday qil. Vay, muavin direktorun chaqirib o'tim. Kira. Qandaq topshiriqlar bor ekan? Kela, o'ta. Ishlar qandaroq? To'nogin chet eldan xil ko'p mol keldi. To'lisi Turkiyaniki ekan. Ati ishkirga yana molga odam mas'ul. Qo'limizdagi mol tugmasdimi? Latib etik emas, boshqa molga bordi. Qandaq molga? Tanni farishta qo'yu, ruhni arshga ep chiqadigan, jonni yoyiltirgan molga. Tushundim. O narsa mishadimi tepilatdi-ku. Ahmaq. O'zimiz uchun emas. Hojatmanlar uchun. Xaridorlarni shundaq mollar bilan ta'minlaylik. Latibda kiyim-kechak deganlaring toza oqmayotdi. Bilib o'tamsan. Biz aralashayotgan satanglarning sarxillari yaqindan buyon biz uchun emas, shu narsa uchun izlaydigan bo'lib oldik. Kimni evatimiz? Bag'ri qong'ish chekkan yigitdan birini top. Ko'p chekkan bo'lishi bir masala. Eng muhimi jiqroq kishining qo'lidan ep chekkan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandilar. Toza jonlarni bayqay oladi. Topdim. Dal, siz degandek birsi bor. Qo'njoqmangizamdoq. Yo'q. Oltin uch burjakning bo'sog'isi bo'lgan. Kunmenga. Xo'jayin, oltin uch burjak degan kim u?
sizning bir katta tanishingizning yaqinimi? Ahmaq. Kim o deydiganga altın üç burcak adam emas. Bütün dunyoga heroin taqtidigan gap. Undaqda siz degan o oltin uchburchak lanjodimi? Hey, sen okumagan bir adam. Keşke sözlesem o tushunmaysan. Qo'lig'ingdan tutib ko'z tutganmiz beka. Shundaqdimi o sana deb qo'yay. Nima bizning davlatimizda undaq gap bo'ladi? U degan Laos, Tayland, Birma chegirlangan yer. Yunnanga eng yaqin. Ana shu yerdan bir qo'ldan azanroq og'il bo'ladi. Qanchalik keltirmiz? Manga tul xotinning qurg'ini lozim emas. 5 kilodan 10 kilogacha. Yengil mal keltirdik. Unchilab buni qanday hal qilamiz? Yetkish qarzinglar. Hozir qarzdor bo'lishmo jur'at, shijoat, mardonlik hisoblanadi. To'g'ri. Mushkullarda qarzdorlik qilib maqtanayotganlarmi oz emas. Amerikan, maaşxonni qaytardim. Ukam bu nima Qaytarib degani? deganga qaytaring. Biz ijara haqqini olmay to'layapmiz bu. Bu ijarani gap emas. Oshxonni o'zimiz ishlaymiz. Undaq oson ish yaxshi ketdi. Agar meni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, amringizga e'lon. Andin har qanday ish bo'lsa, Men mo ayol xo'jayin bo'lay demoqchi bo'lsiz. sizmi shunday qilishni xohlaydigansiz? Sizga mo undaq oson ish yo'q, xonim. So'rab baqay. Sizmi meni haqiqiy yaxshi ko'ramsiz? Agar sizni yaxshi ko'rsam, sizning kayningizni kunda yuramanmi? Undaq bo'lsa nima shart qo'ysiz? Yaxshi ko'rish degan so'z amaliyotda muhabbat degan bo'ladi. Muhabbatda bir-biriga shart qo'yish ojiz emas bu. Qaraganda siz meni emas, ayol xo'jayinlikni yaxshi ko'rgansiz. Qo'zg'ondek odam ekansiz. Jana qiz, ayol xo'jayin bo'lmoqchi emasmidingiz? Tilgidek odam ekansiz. Hardan? Nemish bo'ldi bolam? Biroz bo'za ketdimi? Yo'q, opa. Nemish bo'ldi? O'qimayman. Nemishqa? Pulni deydigan u maktab. O'tgan hafta 50 qo'y bergandim. Bugun yana 80 qo'y aytibsizlar deydi. Sening xizmating bo'lmasa, pulni nerdan topsa? Shuni o'qimayman. Jinim bolam, opa. Jinim chiqib kelsin. Seni shu o'qimoqdaman. Mening bolamni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Ko'mdingizmi? Bu nima ketgan bu? Merdan, bu yerda nima ish qotsa bolam? Opa, qo'lig'ini ko'mak beryapman. Jinim
Jira uy qaytayli. Bo'pti. Merdan. Nimsh qilyapsiz bola? O'qimayman desam unumuding. Muallim ati tantarbiya kiyim kiyib kelisizlar deydi. Mushunda qilsam tantarbiya kiyimiga o'xshaydi ekan. Bu qilganing bo'lmabdi bolam. İnsanga yig'ni kerak, bulamdi bolam. Opa, senda pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, haqdan qarz olaylik. Keyin ishlab qaytarib bo'ldi emasmi? Jira bolam, sana yig'ni berma. Ma'qul opa. Al kerakni ko'rib baxsan bo'pti ekan. Qaysini? Ma'lummi? Ha. Ashqarsini. Mana, ko'rib eqim. Bu ko'ylak pek chiroyli, sizga bekli yarashadi. Oy, sizkensiz-ku. Merdan, sen avu igiz dadaşның aldığı berip, mao 50 koy pulunu daysam, sana tantarbiya kiyim berdi. Bağın balam. Öz oğlunu köz tanımasa, şirgi bolsun tanım degen kör bakay. Qanday xadim, bu kiyimni kiyadigan midingiz? Yangi polsanken, kiyadigan timlikin baqqamatgan. Ha, dedangizga yaqin bo'lsa, ilib ketavering. So'g'an bo'lib qolsin. Uning ustiga ko'zingiz mal to'naydi ekan. Haqiqatan yangi maldi. Bundaq mallar tunji qitim sizlarda kelishgan xonimlarning utsig'i chiqsa, aslab hozir chiqadi emasmi? Rahmat sizga. Bizmi yondiramiz? Ha, bo'ladi. Pat-pat kelib turasiz. Sizni istab turing. Xo'sh. Aka. Men kegidek tantarbiya kiyim bering ha. O'sha 50 ko'rma? Kichik bola ekan. Buni berayotmaylimi xo'jayin? 55 ko'ydin keltirib, 50 ko'g berasiz ahmoq. Dükkanning boshqa rasmiy chiqimini qo'shsak, 70 ko'g to'xtaydi, 70 ko'yga. Uqdingizmi? Kiyim sotadigan ochash beray degandi, lekin sen ko'rsatgan yili qo'din puling osgan deb bermidi. Bermidimi? Bo'pti bolam. Bu akash bermasa, men senga boshqa do'kondan ip beray. Bilamdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tantarbiya kiyimini ko'rib baxsam bo'pti-ki. Qancha pul? 45 ko'ydan setyapmiz. 40 pulamdi-ki. Ana. Rahmat. Keltirasiz. Jira. Chulpan, Merdan o'qiyotgandi. O'qiyotdi. Elchi o'qib qolganda. Ha, bu yil 2 sinfda o'qiyotdi. Bichara, qanday o'qitayotgansiz? Merdanning o'qishi bekmi yaxshi. Hozir bal o'qitmoq nima degan tashunadimi? Ishimiz maosh turib, faqat yetishtirolmayapmiz. Siz qanday qilyotgansiz, Chulpan?
yükünüz hakikaten iğirdi. Hay, onu bir deme. Şu emasmi? Maktablar hozir o'qish puli deydigan, kitob puli deydigan, daftar puli deydigan, tek birdan maktab kiyimi, turli tantarbiya kiyimi deydigan. O'qish bitgach xiyl ish va Onu o'xshaydi. bir deme. Şu emasmi? Mening bolam mush maktabda o'qiydi. Men kirib chiqay. Vaqtim ayasi o'ylarga berib qo'yib keling. Buni aqlamsan. Xo'sh. Xo'sh amsa. Ay, nasıl? Kızım, nemishqa hamma bolalarga techin taqib, yolg'iz mening balam qilib bermaysiz. Siz bilmaydigan o'xshaysiz. Bunday yemeklarcha oyda 15 ga to'lagan bolalar taqib beriladi. Voy, Mardan! Mardan! Mening dadam bo'lgan bo'lsa, Canım balam. Canım balam. Bağçığı vaqandım, tas qaldı, maymun çişli vaqılı. Hoş gele, ilanglar. Qani, ilanglar. Alo? Reşide misiniz? Sizin tapqil bo'lmaydi-ku kamera. Nelarda qochib yurasiz? Qaçmadık xinem, qaçmadık. Siz hozir nada? Şatlık restoranının 5. numarlı uyda. Yeningiz kim bor? Yanımda ağinlerim var. To'la gap yo'qlatma. Og'in pag'iylaringizni so'ramadim. Quchug'ingizda kim bor davatimi? Hozircha yo'q. Siz kelsiniz, bavuludu. Hozirga boraman. Hoş gene. Gene, ilanglar. Nereden kelgan buzuqlar bu? Ben çakırmadım, özü kepti. Özü kege yaray, özü kepte yaray. Gene. Kopun ha, ulan sizin tırnağınızı takmayın. Oğlum nereden geldi? Geldi. Ağiniler, çakçaklı yani devamlı kılıvereyle ha? Neredeyse ha? Senin sakının olsun koyup bakmam sen ha?
Qani, ishayli. Qanaqa xo'ja. Men dahcha qicholdim. Og'inilar. Endi birden sazbaz, naqshbaqshi bilan ko'nglashmaylimi? Qanday deysizlar, bo'ladi? To'g'ri gap bo'ldi. Boshqa qilaylik. Ey Hamet, ko'zingni paqirtib, o'ltiravermay, duttiringni birdan ko'ldirib boqmamsa, ha? Cun vadisiga mayit körermey canuzay arni Her gittim ben özel Ey men bir yılı bozmak buzulgan Diyen ne mi? Felek didardın gerçe Oldu topla. Kilovatkanın tuttuğu mu yak sapayı mı? Et degeninin yağı kalıdek yiydi. Lağındaki işten tuzgirek birini çalmam sen. Ey, eşek mi o senin de yakınlığa kanraydı. Köp temenna koyma üzerine Sen mu adem insan derdir Köp temenna koyma üzerine Sen mu adem insan derdir Dalma iken turun aynı mı Sen bir var noksan derdir Dalma iken turun aynı mı Sen bir var noksan derdir Bir tal küçük bağ emes hergiz O bulalmaz bostan derbiz Bir tal küçük bağ emes hergiz O bulalmaz bostan derbiz Şu ahir kondu yerge O takılmaz asman derbi Şu ahir kondu yerge O takılmaz asman derbi Hoş müngüllük İskender kini Ne sultanlar gümran derbi Hoş müngüllük İskender kini Ne sultanlar gümran derbi Köp temenna koyma üzenge Sen mu adem insan derdi Ey ağine, ben anlamagalım nasıl bu? Ey, nereden ügenden adaş, ha? Xalqdan o'rgandim, turmushdan o'rgandim. Yaxshi.
Yaxşı naqshkan, yaxshi xalqkan. Yaxshi xalqkan. Kamera. Hey, adam mı, kalı mı sen? İş çatak oldu hocayım. İş çatak oldu. Nemi çatak oldu? Könmenga avatgan adamımız kolga tushib qopti. Neme? Hamma pul malni musodir qilibdi. O'zi turmidiki. Lekin hozirgacha bizni fosh qilmabdi. Paş qilmabdimish. Og'ziga qo'g'ishni qo'ymasam bu, aman pash qiladi. U degan adam. Könmenga avatmayli desam, o'zingiz unimay. Mana abdi. Namert. Menden hazırlı münasebetini üzmekçi misin? Hatırcan bol. Topan balazıdı men akın enki senin uşuğundan bulmaydı. Çünkü sen cezaga ezilmeysen. Lekin hazırcı bu işini şatıttek sözden yürüme. Hı? Hı? Hey, bu neymiş? Haysın var? To'qni uzatdi xo'jayin. Nemişqa? Sizmi bilasiz-ku, 20 yil bo'ldi biz to'pni topshirolmayapmiz. Belli kila aka yaxshi kepsen. İlpesiz qilib edim. Bir iş şeyli. Hey sarang bayqush, bana arak gerek emas, pul gerek, pul. Biraz aka. Şundak sana hazır pul gerek. Bana hazır nemi gerekti? Taza bilemeye kaldım. Muş candım mı toydum. Bu candın... Hey uşaq, meni ko'rib yalğandan məsuanma. 15 tümən ağınınğa 7 yıldan açdı. 40% üsümünü qoşsan, hazır qanç pul oldu. Qarz alsan berib qutul, bo'lmasa ülüb qutul degan gapni anlamağamsan? Yaxşı dedin. Nati yaxşı dedin aka. Burun anlamaptıken ben. Hazır senden anlamaldım. Ecep navatdek gepken bu, ha? Kutulay.
Ben hazır. Ben de hazırmışım sıçan kaldı. Birey, ha? Olam sen, qarz pərz, hem de kutulay, olamdı. Özəngi eğir kep durgan jiningni men im qilma. Hemmesi dükkanın hemmesini al. Menimi özəngdek sarang çağlama. İjarga algan dükkanni manga qarz tutib beremsen deki. Dükkanımga qarasam, çaşqallar müşkü qo'lab yuribdi. Şuna hazır cinimni al dedim go. Ha? Ben cinimni ijarga almagan. Bu cinimni çaşqallar qo'limi de. Jiningning mo egizi bor. Mushundaq ishchib chekishingga qaraganda uning vaqti to'shib qopti. O chaqda çaşqallar emas, qurt qo'ng'izlar qo'g'laydi seni. Savoqdoshlar, 2 mavsumlik o'qishni g'alabalik oxirlashtirdik. Hozir biz mush 2 mavsumlik o'qish jarayonida ilg'or bo'lgan o'quvchilarni mukofotlaymiz. Akram, Samira, Mardan, Aka, bu temburni ip koygana. Yo'q, olmayman. Otunun o'rnida olsun ip koygana. Yaxshi temburdi. Nechchi bu? O'zing bilib berasan. 10 qo'y beraymi? Ma'qul. Ma. Ala. Rahmat. Hey, Makila. Rahmat. Temberiniz xeyli yomon emas ekan, ha? Nechi pul bu tember? 200 qo'y bersang bo'ladi. Tutib, pulni ele olay. Kara kaşlı tolun ayla, sana bir neçə gün yoldaş. Eğer sen puldan ayrılsan, seni taşlayda hiç var yok. Yani sen ekansan da, pulni keldingmi? Endi o pulni ekansan? Pulni hozircha elib kelmedim. Pulni ekamsan nemish kelding? Cinim aka, bana görüp durupsan. Ben zahidli bolanmıdım. Bir çektirip koyunda kılma. Pullarını ölmesem çokum kaydırmen. Eğer kaydıramazsam kulum gidey aka, cinim aka. Hey, şuraya ornumda.
Köre bu işini. Bana sana okşaş kul emez. Pul gerek. Onun üstüne sana okşaş tirik murdunu kul kırgılı bulamdı. Ha? Bilirsen o tek tünükülla tötünün birettim. Tepsen tal tutur gidek kıraşı gittim aka onda kımma. Bunu özündü gö. Nime? Hemmini özlemni köremdim. Hey! Tülkideki ciyip yürüp meni veyran kıgan. Muşundak tirik murduk aylandırıp koygan sen katil emez bu sen. Sen! Koy bırak ulanı. Şıkkınçı bulsun onu. Destek için mi? Aka, ne buldunuz? Nereden mi sen? Beni getir baba. Aka, ağırıp kaldınız mı? İçmeyeceksin. Oldu kıl baba. Benim bu yüzümü sürt olamaysan. Doktorxanaga apırayım. Pulum yok. Dörteyim pulum yok. Kaç pulunuz yetetti? 50-60 koyunu bozdu yetetti. Ketip kalmay turun. Apamdan ekkeley. Opa. Bana ötkende kiyim keçek depter kalem bege yeli kalkaş. Bege yolda yetip kaptı. Yetip kaptı? Nasıl ayakçın? Yok opa, mesemesken. Ağırıp kaptı. Ağırıp kaptı? Nere ağrıydı ki? Özüm bilmeydiğe okşaydı. Ben mi bilmedim? Doktorxanaga apırayım desem, bir kiyimi pulum yok. 50-60 koy bolsa yetetti deydi. Opa, bizde şimdilik pul var mı? 50-60 koy. Turuptu balam. Sen tapşırıqlarını işlegeştir. Ben hoşlanı kek çıkıp fikirime bulandı balam. Merdan. Hazır hoşlanladın. Bu 50 koyuna çıktım. Uyada 50 koyla kaptı ki. Sen bu 100 koyunu helik akaşka apırıp ägin. Bulandı balam. Makbul oku. Mama. Aka. Apam 100 koy verdi. Durun, doktorga baraylı. Abam pul verdi mi? Bırakma. Doktorga bağımlısa mı buludu? Mağı dokmuştun özsanla. Bir kızıl dervazı var. Şu dervazdan kirip, baka bir kişiye. Akam doğru bensin dediğinde 50 koyunu bensen doğru verirdi. Şunu yesem birden de sakayım ben bala. Kalan 50 koyunu öz ağlar işiltanla. Babamga mıng rahmet. Tehililik pulum yok degen tunuzgu. Bu 50 koyga tamak kapıyam. Sizin uyunuz nerede? Mahu ah koçunun. Bununundaki yalnız bir eğizlik öyle durma. Keyin sana çık geplerim babalam.
Şamsan berip kel. Ma'qul. Ha. Kimni izlab kelding? Sizni izlab keldim aka. Nemişti? Bir tuqqunimiz og'rib yetib qolgandi. U sizni taniydi ekan. Shunga dori bersin deb buni avatgandi. Qandaq ish bo'lib ketdi bu? Og'zini sutim turgan kichik boldimi? Moshunda ishga borgan bormi? Tuqquni kim o? Tuqqunimiz dedim-ku. Tex yangilik kelgan. Men burun ko'rib baxmagandim. Ismini uqmayman. Akila. Buni elib, tuz yo'qol. Ikkinchi kaybichi bo'lma. Qani, to'xta. Kim tur? Qarab tur. Etimni. Ne koyla? Nedir mi? Bu küçük balı bir yerden miskaladı. Oğlum bizga o'xshash xaridorki. Ha? Do'rog'il kelgan. Bu nima bilamsa? Do'ra shu. Ha? Aka. Aka. Opa. Nega bording balam? Qo'rqitib jinimni olding-ku. Pul ep bo'lgan yili qodam doktorga bormayman. To'g'ri gappa deb 50 qo'y bilan birayga buyurgandi. To'g'ri degini o'tir. To'g'ri degini heroin demdi. Chekadigan bir nima ekan. Nima? Heroin? Men borganda o'yiga boshqalarni berib ekan. Soqchilar kelib qilib, o'yigisi bilan hammamizni tutib ketdi. Tutib ketdi? Men rostdan degandim, meni qo'yib berdi. Qaytib kelib, yiliq odamning uyiga kirsam, u odamga nima bo'pti? O'lib qopti. Beligida o'qiz jonimiz turdi. Men qo'rqib ketdim, opa. Nima deding? O'lib qopti? Ha. Opa, nima chiqlaysan? O'tgan qatim o odamni tilayotgan to'g'ri, o odam yaxshimi yoki eskimi? Yaxshi bo'lsin. Yomon bo'lsin. O'zini bodam deb bilan. Nima bo'ldi degan? Bir qatam bo'lsin.